Adiraxon, bir narsani so'rayajak edim. Ana shu nov narsa shu. Birov gijjaya davoy dedi, birov yo'tala davoy dedi, birov temperatura. Nov bu narsa o'zi. Bu mahsulotimizni faqat siz emas, hammaga aytaman. Assalomu alaykum, men hurmatli kuzatuvchilarim. Bugun men sizlarga o'zimni eng sevib iste'mol qiladigan mahsulotimni tushuntirib beraman. Bu mahsulotimizni lechetning xususiyatlari tishlarimizni oppoq qiladi, karisni oldini oladi, tishimizga tosh yinglatmaydi. Undan tashqari anginamiz chiqib tursa yoki damoqimiz og'rib tursa, no'xatdingina iste'mol qilib bersak, bartaraf etadi bir zumda. Keyin ichamdagi gijja, parazit, kurtlarni ham 100% tushirib beradi. Bu Grilife korporatsiyamizning mahsuloti, bu qo'limdagi esa oddiy bozorning mahsuloti. Qaranglar, hurmatli kuzatuvchilar. Bu mahsulotimizni yana qo'limizga, tanamizga surtdim. Tanamiz ham tabiiy, mahsulotimiz ham tabiiy. Endi buni ko'ringlar. Tana tabiiy bo'lganligi uchun tabiiy mahsulotni o'zina darrov singdi va tortib oldi. Bu mahsulotimiz bozorning oddiy mahsuloti. Buni yana qaranglar, nechalim yedirsam ham o'zini tortmaydi, qotib qoldi. Xulosa o'zlaringizdan tabiiy mahsulot ishlatasizlarmi yoki ximikat?